yuz tipiga qarab rumyani tanlaymiz. Sizlarga qaysi rumyani tushishini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun menda 35526 ta obunachi va umid qilamanki, siz keyingisi bo'ladi. Temaga qaytamiz. Agar yuzingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, siz точно suxoy rumyani ishlatishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu blush serialni bitta chet ellik makeup artistda ko'rib qoldim. Sizlar bilan bo'lishib qoladim. Oh my god, shu rumyani hayotim davomida eng naturalniy look beradigan rumyani. Girl, look at the blush on my cheek. Keyingisi, agar sizda quruq yuz bo'ladigan bo'lsa va rumyani yaxshi yoyilmaydigan bo'lsa, siz точно liquid blush ishlatishlar kerak. Agar shunaqa rumyani ishlatmasa o'lasan degan qoida yo'q, prosta shunaqa ishlatadigan bo'lsa effektivroq bo'ladi. Chunki qaranglar, yuzimga qanaqa tez yoyilib ketdi. Undan oldingi liquid blush Shiglamnikida, bu bo'lsa Rare Beauty'niki. Atsenkasini so'rashingizdan oldin aytaman, happy atsenkada. Menga makiyajda rumyani qilish juda ham yoqadi, chunki rumyanasi xuddi kasal odamga o'xshab qolaman. Hozir menga podpiska tashlab qo'yinglar, keyingi videoda yuzi shakliga qarab qanaqa rumyani qo'yishni o'rgataman. Temaga qaytamiz. 3-yuz turi. Kombo va ta'sirchan yuzlar. Bunaqa yuzli odamlar unisiga ham bunisiga ham ko'nmaydi. O'shaning cream blushlar eng yaxshi tanlov bo'lalaydi. Mendagi rumyani Root'dan Atsenka Sleepy Girl. O'ylaymanki video sizlarga juda ham foydali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bye.